Audi mashinaga 500 kilo yem besib atdik-ku. Men bo'lamdi dema Audi mashina bilan yem tushsak. Bo'ladi. Asosiyatdan 200 kilo qolgan qo'zni mushunda birini berib 1000 kilo setyapti demedim. Mava qo'zi ham qanday ham desak, qo'zi tug'ilib, ma dunyoga paydo bo'lgandan yog'i oshqozoniga sutdan boshqa birini kirib boqmagan. Shunga buningga xohlagan narsani bersak kunmaydi, yinilmaydi, anasini arg'unilmaydi. Mava ana sutiga bek yaqin. Anandikin qo'ziningki qiriniga kirsimi, asan nazm bo'ldi. Ishin surib atmaydi, azab chiqiyapsimi. Shuning uchun mava bekrak maskilayotgan yeri shu. Bu Audi is qo'yatmasa nega vaqtcha? Mayli, qo'yasizmi o'zingizga. Audi mashinaga yem besyapmizmi, ko'rolma. Qo'yib besiydiga o'xshaysiz buningga? Yo'q, go'shtni bosasiz. Go'shtni satgandan o'zi olgan jami shunda. Bo'ldi. Patida akilama. Do'stlar, biz hozir Qog'iliq Naisninki Loq Malcharo bozorida necha vaqt yag'mish Qog'iliq Naisniki bizningki mushta qo'z yemlarimizni, mo'zay yemlarimizni, sarxilninki mahsulotlarini topolmayotgan nurg'un do'stlar bizga davomli shu do'yinda ayrim xat yozganlik uchun biz mava har seshanba kuni mush Qog'iliq Naisniki Loq bozorida bozor qizlaydi ekan. Chiqish yig'izniki mishadi biz ba. Qog'iliq Naisniki men Loqning Malcharo bozoriga kelgan do'stlar, mishadi bizning tepasanglar bo'ldi mana. Andan keyin shu Qog'iliq Naisning ichida sarxil yemni bizning oilaga kelpasanglar bo'ldi deydigan. Baxmish do'stlar, o'sha nomerga o'sanglar bo'ldi, shu oilalarga yetkazib o'tamiz. Aman bo'linglar, xayr xo'sh.